Qudug'imiz 54 metr. 54 metr yer ostiga tushib bordik. 54 metr pastda nima bor deb o'ylaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Hozir biz siz bilan birgalikda shu 54 metr yer ostiga tushib boramiz. Qo'llab-quvvatlab, like va obuna bo'lish tugmasini bosish esdan chiqmasin. Biz bilan bo'ling. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bismillah, tavakkaltu alalloh. La havla va la quvvata illa billah. Aliyyul azim. Ketdik. Siz bilan birgalikda tushib boramiz, sekin-asta. Videomiz davomiyligi uzoqroq davom etadi. Qudug'imiz chuqurligi. Sekin tushib bormoqdamiz. Gideta 15 metr tushib keldik. 15 metr oralig'ida. $54 metr chiqadi deb o'ylaysizmi qudug'imizni? Buni izohlarda yozib qoldiring. Bu kabelimiz, mikrofonimizning kabeli. Bu yoqda arqon. Arqonga o'zimiz atboyli molotogimizni ilib foydalanamiz. Bu yoqda o'rtadagi ikkinchi lampochkamiz. Yoritish moslamasi. Ikkinchi lampochkaga keldik. Endi qudug'imizni yarmiga keldik degani bu. Yer ostida oltin, qimmatbaho buyumlar yo'q. U ertaklarda, u multfilmlarda ko'rgan hamma. Quduqda faqat yer ostida bizda tosh, shag'al, qum shunaqa narsa chiqadi xolos. Oltin chiqqanda boshqa tushmasdim quduqqa. Qudug'imizga ham yetib keldik. Tepani ko'rinishi jivoy, uzun. Hech kim olmagan. Trenddagi mikrofonimiz.